Maymun o'yini va uning kaynidagi ro'yi asorat. Oliy maktabda o'qiyotganda meni o'yga solgan bir ish bog'chalarda va odam ko'p to'plashadigan joylarda qo'yilayotgan maymun o'yini, ya'ni maymun egasining qo'lidagi qamchisini havoga urib ovoz chiqarishi, ya'ni hayvi qilishlari va maymunning so'kildab mengib, xuddi u qamchining ovozining ma'nosini tushungandek o'yin qo'yib, atrofda to'plashgan odamlarni jalb qilish orqali egisini xush qilish bo'lgan edi. Bu chog'larda men garchi u qamchi ovozining maymunga berilgan bir signal ekanligini bilsam-mo, lekin uning kayindagi haqiqiy ahvollarini bek tushunib ketmagan va faqatla maymunning o'yin qo'yish mahoratidan hayron qilib, maymunning aqliga opirini o'qigan edim. Keyin ko'rgan bilganlarimning ko'payishiga egishib, u maymunlarning shu mahoratlik o'yinlarning kaynida qanchalik badallar to'langanligini oz to'la tunib yetishga boshladim. Maymun o'yini Xitoy va Sharqiy Janubiy Osiyoda bir oz umlashgan va bir qism kishilarning otimiras oila kirim manbasi bo'lib, ular necha avlod o'xshash usul bilan maymunlarni tarbiyalab, ko'chalarda o'yin qo'yish orqali turmushni qamdashga odatlangan. Ularning ko'p qismi asosan alohida tarbiya ko'rmagan va iqtisodiy jihatda ojiz o'rin turadigan kishilar bo'lib, ular maymun tarbiyalashda eng oz chiqim ketadigan, biroq eng unumli bo'lgan ro'yi asorat qilishning birinchi qadam bo'lgan sababsiz jazolash orqali vahima, qo'rqinch paydo qilish orqali ruhiy jihatda bog'lash usulini qo'llandigan. Konkret qilib aytganda, asli qoida bo'yicha maymun tarbiyalagichi agar maymun gap anglab, egasining degani bo'yicha qilsa, egasi maymunga mukofot berish kerak. Undaq bo'lganda maymun mahoratining yuqori ko'tarilishi va uninglik uchun erishgan mukofotning ko'payishiga egishib, maymunning mukofotga bo'lgan talabi yuqorilaydi. Ya'ni maymun egasi maymunni texmi yuqori saviyali qilish uchun maymunga texmi ko'p mukofot berishga to'g'ri keladi ekan. Natijada maymun tarbiyalashning tannarxi yuqorilab mangadi. Agar maymun egasi maymunni jazolash orqali ro'yi asorat qilish usulini qo'llanganda, maymun tarbiyalashning tannarxini ko'p miqdorda tuvalatgili bo'ladi ekan. Konkret qilib aytganda, maymun tarbiyalagichi maymun tarbiyalash tannarxini tuvalatib, maymun tarbiyalash unumini yuqori ko'tarish uchun oldi bilan maymunni sababsiz urdi ekan, jazolaydi ekan. Maymun garchi dastlabda o'zining sababsiz urilishiga qarshilik ko'rsatsa-mo, biroq keyincha egasining o'zini urmasligini o'ziga berilgan eng chong mukofot deb biladigan bo'ladi ekan. Va sababsiz tayoq yemaslik uchun texmi sagak, texmi gap anglaydigan bo'lib, egasi bir ish qilishga majbur qilmasa-mo, o'zligidan qilib egasini xush qiladigan bo'ladi ekan. Oxirida maymun hatto o'zini sababsiz urgan u egasidan ayrilolmas bo'lib qoladi ekan. Keyin men tasodifiy fursat bilan Xitoyda 2000 yil burun yozilgan Shaojunshu xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli degan bir kitobni o'qib qoldim. U kitobdagi xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli ichidagi bir xil usulda mundaq deyilgan ekan. Xalq boy bo'lganda, qo'saq to'yganda o'ylaydigan ishlar ko'p bo'ladi. Erkinlikka bo'lgan talabi yuqorilaydi. Undaq odamlarni oz narsa bilan mukofotlab xush qilmoq, rozi qilmoq tas bo'ladi. Ular rahat topgancha talablarimi ko'p bo'ladi. Ularni boshqarish tas bo'ladi. Hokimiyatga tahdid bo'ladi. Ularni kontrol qilish uchun oldi bilan ularning mol-mulkini musodir qilib, ularni nihoyatda yo'qsul holatga tushirib qo'yish kerak. Zindonlarga tashlab jazolash kerak. Odam yo'qsul holiga tushib qolganda, qo'saq to'yg'izishning g'amida bo'lib, boshqa ishlarni o'ylashga vaqti yetmaydi. Undaq kishilar jazolanmaslikni o'zlariga berilgan eng chong mukofot, eng chong baxt deb biladi. Ularni ozroq mukofot bilan rozi qilg'il bo'ladi. Undaq odamlar ozli manfaat uchun boshqalarni sotadigan bo'ladi. Hozirgi zamon psixika ilmida ro'yi asorat deydigan bir uqum bo'lib, u asosligi har xil ruhiy yoki psixikalik monopol qilish usullarini qarshi tarafning ruhiyatini kontrol qilishni ko'rsatadi. Odatda insonlar debatgan mengi yuyish, kalla yuyish yoki o'qitish, jin chaplashib qolish degandeklarmi mushu kategoriya ichiga kiradi. Bu garchi hozirgi zamonda sistemlik tadqiq qilingan bir ilm bo'lsa-mu, lekin u qadimdan tortib o'xshamagan maqsadda va o'xshamagan usulda qo'llanilib kelingan. Amerikalik tarixshunos Carter J. Woodson ro'yi asorat yoki ro'yi qulluqni insonlar bo'yniga selingan haqiqiy buzilmas zanjir deb atab mundaq deydi. Siz bir insonning ruhini kontrol qilsangiz, uning so'z harakatidan ansirmasangiz bo'ladi. Uningga nega berib, nada turishini, nima deb, nima demaslikni deyishingizning hojati yo'q. U o'zi turadigan to'g'ri joyini va so'zlaydigan to'g'ri so'zni topa oladi. Uningga orqa eshikning nada ekanligini deb berishingizning hojati yo'q. Nada orqa eshik bo'lsa, o'zi izlab topa oladi. Hatto orqa eshik bo'lmasa-mo, tomdan birini o'rib tashlab, orqa eshikdan birini yasaydi va u olgan tarbiya uningga shunday qilishning zo'rligini tunutadi. Hammamizning xabar bo'lganidek, o'tgan yili Amerikada Uyg'ur qonuni ma'qullanganda, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni qo'llanib, Amerika qarshi tashviqot elib borgan edi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifasidan ayrilishdan bir kun ilgari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qirg'inchilik siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan va Amerikadagi yangi hukumat vazifa o'tashga boshlagandan keyin
Xitoy hukumati bir tarafdan Mike Pompeo va 27 nafar sobiq hukumat xodimlariga embargo e'lon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan koni usulni ishga solib, har xil tashviqot vositalarini qo'llanib, bo'lib Uyg'urlarni qo'llanib, Pompeo qarshi keng ko'lamli tashviqot qilishga o'tmoqda. Buningdan muhojirat yashayotgan ba'zilarimiz, vatandagi xalqimiz Amerikada yuz bergan ishlardan xabar tepibdi deb xush bo'lgan bo'lsak, yana ba'zilarimiz muhojiratda elib berilayotgan da'vo unum beribdi, Xitoy hukumati o'zini oqlashga majbur bo'libdi deb xushal bo'lishdi. Albatta, Xitoy hukumatining maqsadining bizni xush qilish emasligini hammaylar obdan bilamiz. Undaqda Xitoy hukumatining mundaq bir tashviqot elib berishining maqsadi nima? Xitoy hukumati rostli azaldan qo'llanib kelayotgan koni taktikasini qo'llanib, o'zini oqlayotganmi yoki boshqa bir maqsadimi bormi? Ko'rinishda Xitoy hukumati koni usulni takrorlayotganda ko'rinsimi, biroq agar biz ba'zi nuqtalarni obdan kuzatib boqsak, Xitoy hukumati Amerikada hukumatning almashishi bilan oldingi 4 yilda yurgizgan taktikalarda ba'zi o'zgarish elib berishga boshlaganligini bayqay olamiz. Burun Xitoy hukumati Amerikada va yoki Xitoy sirtida yuz bergan Xitoyga qarshi cho'ng voqealikni xabar qilganda, uni aynan xabar qilmasdan, amal bor burumlab tashviq qilgandan boshqa voqealikning konkret mazmunlarini uncha tafsiliy xabar qilmaydi. Bu qitim Xitoy hukumati Mike Pompeo bayonotida e'lon qilgan va Xitoy hukumati uzundan beri Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan qirg'inchilikni, shu qirg'inchilikning bevosita ziyonkashlik uchragan Uyg'urlarga bir-birlab inkor qildirgan. Ishonamanki, Xitoy hukumatining u tashviqotlar orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadi yolg'iz insonlarni o'zining safsatlariga ishontirib, o'zini oqlash bo'lib qolmasdan, eng muhimi Xitoy hukumatining bundaq ikki maqsadi bo'lishi mumkin. Birinchidan, oldingi yillarda Uyg'urlar orasida elib borgan kolla yuyish, ya'ni ro'y asoratining unumini sinab qilayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan, u Xitoy hukumatining Uyg'urlarga elib berayotgan sistemalik va planliq ro'y vayronchiligining yana bir qismi bo'lishi mumkin. Albatta, bularni konkret ijro qilayotganlar uncha yuqori saviyalik odamlar bo'lmasa-mu, biroq u tashviqotlarni planlagan odam o'zining nima qilayotganligini obdan biladigan insonlar bo'lib, ular qanday usulni qo'llanganda insonlarning psixika ro'y holatini vayron qilib, ularni ro'y asorat ostiga olg'il bo'ladiganligini obdan bilish mumkin. Insonlar ro'y asorat ostiga elinganda, ularni ba'zi ishlarga majbur qilishning hojat qolmaydi. Ro'y asorat ostiga elingan insonlar xuddi o'yin qo'yish uchun tarbiyalangan maymundek butun kuchi bilan o'zini asorat qilg'uchini xo'sh qilishning ko'ydi bo'ladi. Ular ko'pincha ahvolda andish qilish, qo'rqinch va vahima ichida yashaydi. Ro'y asorat ostiga elinmagan, g'ururi bor har qanday bir insonga nisbatan eng og'ir jazo o'lim bo'lmasdan, balki u odamga o'zi so'ygan odamni o'ltirgizish, o'zi so'ygan odamga xoinlik qilg'izish, o'zi uchun haq so'zlagan odamni haqorat qilg'izish bo'lib, insonni o'z vijdoni qarshi so'zlashga majbur qilishning asosli maqsadi u insonni ro'y jihatdan jazolashdir. İnsan hayat qilish yoki ma'lum imtiyozga erishish uchun o'z vijdoni qarshi ish qilishga majbur bo'lganda, u odamning ichki dunyosida to'qinish paydo bo'ladi. Ya'ni u odamning tashqi ko'rinishi va ifodasi bir xil, ichki dunyosi boshqa bir xil bo'lib, tashqi ifodasining vakillik qiladigan taraf bilan ichki dunyosiga vakillik qiladigan taraf orasida izchil to'qinish yuz berishi. Natijada vaqtning o'tishi bilan u odamning psixikasida og'ir darajada vayronchilik yuz berishi mumkin. İnsonlarda yuz bergan bu xil psixikalik vayronchilik yolg'iz ularning normal hayoti va tafakkuriga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki keyingi avlodlarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.